Kelajak uchun rejalar tuzaverdim. Natija Allohning aytgani bo'laverdi. Xullas o'ylab puxta va hech kim buza olmaydigan reja tuzib qo'ydim. Rejamga katta qilib Allohning aytgani bo'ladi deb yozib qo'ydim. Shunaqa. Kelajak uchun rejalar tuzaverdim. Natija Allohning aytgani bo'laverdi. Xullas o'ylab puxta va hech kim buza olmaydigan reja tuzib qo'ydim. Rejamga katta qilib Allohning aytgani bo'ladi deb yozib qo'ydim.